Ayni paytda biz Xitoy poytaxti Pekin shahrida Huawei kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan media turda ishtirok etyapmiz. Bir necha kunga mo'ljallangan media tur davomida Pekin va Shanxay shaharlaridagi kompaniyaning R&D markazlari, ya'ni ilmiy tadqiqot markazlari hamda Shenzhendagi media kompaniyalar va bevosita Huawei'ning bosh qarorgohiga tashrif buyurishimiz ko'zda tutilgan. Shu bilan bir qatorda yuqorida sanab o'tilgan shaharlarning diqqatga sazovor qismlarini tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Media tur dasturidan o'rin olgan asosiy qism bu rahbar menejerlar bilan suhbat o'tkazish hisoblanadi. Unda tarix, kompaniyaning tarixi, buguni va kelajakdagi rejalari haqida suhbat yuritamiz. Shu bilan birga albatta bevosita kompaniyaning shaxsan biznesni rivojlantirish borasidagi falsafasi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agarda kompaniya faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Huawei kompaniyasi dunyoda yetakchi va yirik aloqa va telekommunikatsiya tarmoqlari ishlanmalarini yetkazib berish bo'yicha yirik korporatsiya hisoblanadi. U 1987-yilda o'z faoliyatini boshlagan va asosan 3 ta yo'nalishda ish yuritadi. Bular telekommunikatsiya tarmoqlari, global servis va mobil uskunalarni yetkazib berish bo'yicha biznes yo'nalishlari hisoblanadi. Kompaniyaning dunyo bo'yicha jami 170 ta davlatda jami xodimlar soni 180 ming nafarni tashkil etadi. 170 ta davlatda esa uning vakillik ofislari joylashgan. Agarda raqamlarga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, kompaniya ish bilan ta'minlash layoqatlilik darajasi bo'yicha dunyoda yetakchi kompaniyalardan hisoblanadi. Bu aynan mutaxassislar bergan ma'lumotlarga asoslangan holda aytilmoqda. Bundan tashqari kompaniyaning dunyo bo'yicha yana 16 ta R&D markazlari, ya'ni ilmiy tadqiqot markazlari mavjud. Aynan mana shu markazlardan birida hozir biz turibmiz. Bu markaz ishlanmalar va tadqiqotlarga asoslangan. Bundan tashqari Huawei kompaniyasining dunyo bo'yicha 36 ta qo'shma innovatsion markazlari ham ish yuritmoqda. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Huawei Technologies kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan media turning dastlabki kunida kompaniyaning eng yirik ko'rgazmalar zaliga tashrif buyurildi. Ko'rgazmalar zali maydoni 7000 kvadrat metrni tashkil etib, ishchi xodimlar soni 10 ming nafardan iborat. Mazkur majmua Huawei kompaniyasining mavjud 16 ta zamonaviy tadqiqot va ishlanmalar markazi R&D'ning Pekindagi bo'linmasi hududida joylashgan. Ko'rgazmalar zalida aynan R&D markazi ishlanmalari namoyishga qo'yilgan. Xususan, LTE tizimida ishlaydigan xavfsiz shahar majmuasi va bu majmuada jamlangan jihoz va dasturiy ta'minot tizimi, telekonferensiya tarmog'i va kompaniyaning smartfonlar bilan ishlaydigan bo'linmaning eng sara mahsulotlari kabi zamonaviy tadqiqot yangiliklari, keng ko'lamdagi imkoniyatlari media tur ishtirokchilariga tanishtirildi. Aytib o'tish joizki, tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Smart Home yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, aqlli uy tizimi, bulutli texnologiyalar platformasida tashkil qilingan cloud serverlari hamda telekonferensiya tizimi imkoniyatlari alohida qiziqish uyg'otdi. Bulutli texnologiyalarga asoslangan mazkur xona kompaniyaning dunyo bo'yicha barcha vakillik ofislari bilan bog'lanish imkoniyatini yaratadi. Real vaqt rejimida mazkur ishlanma yordamida konferensiyalar o'tkazish mumkin bo'ladi va buning natijasida vaqt hamda logistik resurslar tejaladi. Amalda sinab ko'radigan bo'lsak, ayni damda Pekin shahrida turib kompaniyaning Shenzhendagi R&D markazi bilan bog'lanishimiz mumkin va real rejimda u yerda ro'y berayotgan hodisalarga guvoh bo'lamiz. Huawei kompaniyasining boshqa yirik korporatsiyalardan ajralib turadigan jihati shundaki, har yili kompaniya o'zining sof daromadidan 10% ni aynan R&D, ya'ni zamonaviy ilmiy tadqiqot va izlanishlarga sarflaydi. Bunday yondashuv Huawei'ning iqtisodiy o'sish sur'atini har yili 30% va undan yuqori ko'rsatkichlarga o'sishini ta'minlamoqda. Kompaniyaning rivojlanish tarixi 3 bosqichga bo'linib o'rganiladi. 1987-yildan 1992-yilga qadar Huawei boshlang'ich bosqichni boshidan kechirgan. 1992-2000-yillar oralig'ida Huawei bor diqqatini Xitoy bozorida mustahkam o'ringa ega bo'lishga qaratgan. 2000-yildan to bugungi kunga qadar Xitoy yutug'i degan nomga sazovor bo'lgan kompaniya global bozorga chiqib, iste'molchilar hamda hamkor tashkilotlar ishonchiga kirib bormoqda. Ayni damda Huawei texnologiyalari dunyoning yetakchi 50 dan ziyod mobil aloqa kompaniyalarida mujassam bo'lib, dunyo aholisining 3 dan 1 qismi ushbu texnologiyalarga asoslangan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bundan tashqari, Huawei kompaniyasi tadqiqot va ishlanmalar natijasida olinadigan patentlarning soni bo'yicha dunyoda yetakchilardan hisoblanadi. Xususan, kompaniya dunyo bo'yicha 50.300 dan ziyod patentlarga egalik qiladi.